Ko'rib turganingiz zamonaviy mebel kanali monetizatsiyaga ulangan va bu kanal hozirda uzun videolar bilan zo'r pul ishlayapti. Hozir sizlar bilan monetizatsiyasini ko'rib chiqamiz. Mana har bitta videoda ko'rib turganingizdek dollarchalar turibdi. Va hozir bu oyda qancha pul ishlaganini ko'ramiz. Buning uchun analitikaga o'tamiz. Va mana $14 va mana yanvar oyidagi dohod $676 va dekabr oyida aktiv bo'lgan $16. Endi hozir bitta videodan bizga qancha summa tushganini ko'radigan bo'lsak, uzun video ko'proq pul ishlaydi shortsga qaraganda. Chunki bu o'zbek kanal. Agar sizlarda chet el Amerika yo'nalishi bo'ladigan bo'lsa, uzun videodan ham, shortsdan ham zo'r pul ishlashingiz mumkin. Mana ko'rib turganinglar uzun video. Biroz adashaman, bu shorts ekan. Shortsdan 579 ga 0.1 sent yozgan. Hozir bu yerda ham ko'rsatib o'taman. Mana bu shorts ekan. Uzun videoga kirib olamiz. Mana uzun videoga kirdik. Общий hisobda 2,2 million va mana shu mebel na zakaz divan transformer videosi bizada 145,000 olgan. Hozir videoni o'ziga kiramiz. Mana qolgan prosmotrlarni ko'ryapsizlar past, lekin bitta shu topga chiqib ketgan. Va bu video mana hozir kompyuterdan ko'rsatadigan bo'lsam, mana shu video 1,2 million prosmotr olgan 11 oy oldin. Xo'p, endi hozir bitta shu video bizga mana $41 olib keldi. Bittagina video. Endi mana dohod joyidan yana to'liq ko'rib chiqamiz. Mana $41 ishlagan va mana oshib boryapti. Bu pullar nimani hisobiga tushadi? Sizni videolaringiz orasiga YouTube reklamalar qo'shadi. Mana 50% video reklama. Mana shu reklamalarni qo'shadi. Endi hozir sizlar bilan shortsdan qancha pul ishlaganini ko'ramiz. Mana bu uzun video edi. Mana endi shortsga o'tkazaman. Mana ko'rib turganinglar, shortsda ham xuddi mana shu videoni uzun videodigina anaqa shortsi belgilangan. Hozir buni mana kompyuterdan ham ko'rsataman. Mana ko'rib turibsizlar, mana xuddi shu video, uzun videoda ham xuddi shu ko'rinishda edi. Bu 579,000 prosmotr olgan. Uzun videoda ham mana xuddi shunisi eng ko'p prosmotr olgan. Mana ko'ryapsizlar. Bu 1 million olgan edi. Shortsda 579,000. Mana eng mashhuriga o'tib olamiz. Mana shu video. Endi buni hozir bu yerda tahlil qilib chiqamiz. Auditoriyaga o'tamiz. Hozir yana bitta sizlarga ko'rsatib o'tadiganim, auditoriyada bizlarni qaysi davlatlar ko'p ko'ryapti. Mana yosh chegarasi bizlarni 25-44 oralig'idagilar va 45-54 oralig'idagilar ko'proq ko'ryotgan ekan. Endi mana ayollar va erkaklar, mana O'zbekiston bizada 24% da turibdi va Hindiston 16% da turibdi. Rossiya, Ukraina va Turkiya turibdi. Amerika yo'q, ko'rib turganingizda, Amerika juda ham pastda, o'shaning uchun ko'rinmaydi. Men kanalda o'zgartirish qildim. Turkiya ko'p ko'rayotgani hisobiga kanal Amerika nastroykasida edi. Buni Turkiyaga o'tkazdim. Lekin hozir Hindiston ko'p ko'rayotgani hisobiga men tajriba qilib ko'rmoqchiman. Kanal nastroykasini Hindistonga o'zgartirmoqchiman. Xo'p, mana endi shortsdagi natijani ko'rmoqchi edik.
Mana shortsda bizada ikkalovi ham 2000 tadan oshiq ko'rilgan, почти 3000 ta ko'rilgan. Ana endi kiramiz. Bunda mana общий доход 0,01 sent atigi. Buni sababi buni O'zbekiston ko'p ko'radi. Хотя bu million prosmotr bo'lganda ham bundan ko'proq pul topa olardi. Hozir sizlarga yana bitta aytib o'tadigan narsam, shorts nimaga muhim? Shorts mana shu obunachilar sonini sizlarga tez ko'tarib beradi. Shorts bilan kanalni 3 oydan 6 oygacha yuritib 10 000 ta obunachi yig'ib olib yoki 5000 ta obunachi yig'ib olib, keyin uzun video qilsanglar bo'ladi. Lekin aralash shorts video bilan uzun videoni aralash joylab bo'lmaydi. Keyingi videolarda ham yana sizlarni obzorlar bilan tanishtirib o'taman. Sizlarning ham kanalinglar shunaqa monetizatsiyalarga ulanib, bundan ko'p pullar ishlasin. Mana kanal nastroykasini ko'rishingiz mumkin. Turkiya bo'lib turibdi va kanal 2013-yil ochilgan, lekin bu kanal ochilgan sanasi emas, bu Gmail ochilgan sanasi bo'ladi. Kanal monetizatsiyaga ulanganiga bir 4 oycha bo'lib qoldi va endi общий daromadni sizlarga bo'lishaman. Mana bizada monetizatsiya joyi xuddi shu kanalniki. $44 ishlagan, $100 yetganda bu summa bankdan borib yechib olinadi. Mana xuddi shu kanalniki. Mana dollarchada chiqib turishi. Savollaringlarni, fikrlaringlarni kommentariyada kutaman.